Lisemiz davamlaştırımız hürmetlik vatandaş bugün Çislak 2021 yıl 11. ayının 10. günü. Şundak Jaksal Bel yok arkada körsetti. Endiki yeni mavzu vatandaş Amerika Cumhuriyeti devlet rehberleri tiz aradakiler hep de ekran söhbeti ötküzüdü. Ala şehrim. Mavzulu haber 11. ayının 10. günü Amerika Vazlığın tatil programımız ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Washington Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden tiz bo'lgandagilar hep de Jungoning rahbari Xi Jinping bilan ekran suhbati o'tkazdi. Aqsaray aytgandek ikki davlat o'rtasidagi kaskin raqobatni mas'uliyatchan tizginlash uchun bir qadam ilib tirishchanlik ko'rsatganlikdir. Bu qadam Beijing bunda ko'rsatdi. Washington bilan birlikda ixtiloflarni tizginlashda muvofiq bir taraf qilamiz. Diqqat vatandosh. Washington bilan birlikda ixtiloflarni tizginlashda muvofiq bir taraf qilamiz dedi Beijing. Reuters 2. kuni 11. ayının 9. günü bir nafar xabardor kishining so'zlaridan naql keltirib bunda ko'rsatdi. İki davlat rahbarlari tez bo'lganda kelar hafta suhbatlashadi. Amerika tarafı ve Jungo tarafla münasebetlik haberlerini tekrar delillemedi. Muşudun münasebetli haberlerini ne Amerika ne Jungo taraf tekrar delillemedi. Aksaray'ın bir nefer bayanatçısı haftanın birinci günü mındak ko'rsatdi. İki taraf bundan burun yıl ahırdan burun ikra yığını ötküzüşke koşuldu. Hazır söhbət ötküzüz, hizmet katılımında məsləhətləşiləvatıdır. Prezident Joe Biden birinci ayda vəzifəyə oturğandan beri Reis Xi Jinping'le iki qətem telefonda söhbətləşdi. İki devletinin yuqori dərəcəlik rəhbərləri bir qancha qətem yüz uçraşdı. Lekin o'tirdagi ciddi münasibətlərini ko'rinarli hal qila olmadi. Ötken bir neçe aydan beri iki devlet Amerika, Jungo, Tayvan, Uyg'uriston, Şinjan meselesi boyunca tığ elişti. Dikkat vatandaş. Ötken bir neçe aydan beri iki devlet Amerika, Jungo, Tayvan ve Uyg'uriston meselesi boyunca tığ elişti. Kişiler mundak ensirdi. Jungo Tayvan'a harbiy besimni davamlı kuchaytdi. Yadro qurolları iskilatini tezlik bilan kengaytdi. Ovozdan tez uchidigan raketasini qilib, ikki darajadan tashqari davlat o'rtasida ofat xarakterlik to'qinish paydo qilish mumkinligini yaratdi. Jungo taraf. Prezident Joe Biden Shotlandiyaning Glasgow shahrida kelimat özgürlüğü yığını mezgilidi mundak dedi. Jungo Amerika o'rtasida qurolliq to'qinish yuz berishning hech qanday asosi yo'q. Lekin tasodifiy to'qinish yuz berishdan ansiraymiz. Prezident Joe Biden mundak ko'rsatdi. Men doim Xi Jinpingga mundak deb keldim. Amerika Jungoning prinsiplariga amal qilishini umid qiladi. Amerika Prezident Joe Biden deydi, Amerika Jungoning prinsiplariga amal qilishini umid qiladi. O'xshashda Amerika xalqaro havo boshlig'ida, xalqaro dengiz qatnash masalasida Amerikaning pozitsiyasi o'zgarmaydi. Xi Jinping shundoq dedi Prezident Joe Biden. Bu demak Amerika armiyasining burunqi o'xshashla Janubiy Jungo dengizida chorlash elib baradiganligini ko'rsatdi. Lekin Jungo buningga qarta keskin ravishda qarshi turdi.